Endi şu Allah'ın sünnetini qogdaydiganlıqqa sünnettinmi bir qancha delil ko'rsatgan. Belki ba'zilar deyishi mumkin. Bu sünnet inkarcı zaten sünnetni anmaydigan tursa, hadisni anmaydigan tursa, hadisini dalil ekilish. Qanday mantiqiy uyg'un, logik uyg'un deyishi mumkin. Buni birozdaki bayon qilamiz. Buni ikki dalil keladi faqat. Payg'ambar alayhisalom alaykum sunnat dedi. Sizlar mening sunnatimni tutib manglar dedi. Mening ko'rsatmamni, mening metodimni men ko'rsatgan bo'yicha tutib manglar yo'lni dedi. Nat ro'shan bo'lsa, gap ro'shan. Yana payg'ambar alayhisalom yana bir aytsa, men sizlar ikki narsa qoldirib ketdim. Ikki narsani tutib mangsanglar, ezib ketmas o'g'an bo'lsa-mu, kitoblar Allohning kitobi va meningki sunnatim. Meningki ko'rsatmam dedi. Hadi ro'shanmi ro'shan. Agar hadislar qo'g'dalmaydigan bo'lsa, agar hadisda yolg'on bilan saqt o'rlashib ketadigan bo'lsa, agar hadisga saqtlik va yolg'onchilik ayirish imkoniyati bo'lmasa, payg'ambar deb qaralgan bir shaxsi mening yo'lam tutmanglar demidi. Mantiqiy bir yerda, logika bir yerda. Agar logikani qabul qilgan bo'lsa, agar hadislar qo'g'dalmagan bo'lsa, yoki o'zgarib ketib, rost yolg'onni ayirgan olmaydigan bo'lib qolsa, payg'ambardek bir shaxs mening sunnatimni tutmanglar, mushuni tutmasanglar ezib ketmaysizlar demdi. Bir payg'ambardek shaxsga o'zgarib ketish ehtimoli bo'lgan, yo'qolib ketish ehtimoli bo'lgan, yolg'onchilik bo'sab kirish ehtimoli bo'lgan narsadan ayrilmanglar deyish mumkinmi? Payg'ambarning ustiga yarashmaydi. Xo'sh. Demak, bu payg'ambar o'zining hayotidan keyin yo'qolib ketishi, o'zgarib ketishi, saqtlik yuz berish bo'lgan bunday narsani tutib manglar demaydi. Demek bu himoya qilgan bo'lg'achqa, qo'g'dildigan bo'lg'achqa, Alloh buni kepil bo'lgan bo'lg'achqa, ulamalarni yetishtirish orqali, sanoqsiz ulamalarni yetishtirish orqali payg'ambar alayhisalom payg'ambarlik holatida, nubuvvat holatida turib, "Ma sog'lom yo'l, to'g'ri yo'l, bu yo'lni tutib manglar, bundan hargizmi ezib ketmanglar, chatlab ketmanglar, chiqib ketmanglar" deb bu yerda keskin holatda buyurgan. Demak, bu yerda Allohninki la hofizini qo'g'dayman degani sunnatni qo'g'daydiganligi mana sunnatning dalili bo'ladi.